Do'stlar, kecha Germaniyadan 2,5 yilda bir do'stim keldi. Soyibjon, tanishinglar. Assalomu alaykum do'stlar. Halo zusammen aus Fergana. 2,5 yilda nemis tilini o'rganib olding? Albatta nemis tilida B2 darajam bor. Juda ham Germaniyada tezda o'rgansa bo'ladi. Bir xil odamlar O'zbekistonda qiynalishi mumkin, lekin Germaniyada tezroq o'rganasizlarmi? Ko'pchilik Germaniyaga ishlagani bormoqchi, O'zbekistonda qiziqishyapti. Shunda senga savol, Germaniyaga borish kerakmi, yo'qmi ishlagan? Albatta Germaniyaga qiziqsa borish kerak. Juda ham yosh oilaga, misol uchun, juda ham sharoitlar ko'p. Bolalar puli beradi 250 euro atrofida. Juda ham sharoitlar ko'p. Agarda realni nemis tilini o'rganib bu yerda borsangiz, qiynalmaysiz. Ishlar ko'p. Rasxodlari qanday? Qimmat davlat emasmi? Rasxodlari o'ziga yarasha. Misol uchun 2,5 ming olsangiz, qo'lingizga 1,800 yoki 1,600 tegsa, 500 ni kvartiraga ishlatasiz. 100 ni yo'lkiraga ishlatishingiz mumkin. 50 euro paynetga, yana mayda chuyda. Primerni qolishi sizga agar undan tashqari qo'shimcha ishlamasangiz 500 euro qoladi deb o'ylayman.